Kommentariyada ko'rdim, boshqa joylarda ko'rdim. Kommentariyaga kirsam bir xil aytadi. Aslam uyini remont qilyapti. Shuning uchun yo'q, u yaqinda uylanmoqchi, to'y qilmoqchi, unaqa. Yo'q, unaqa narsa yo'q. To'y, u hammasi bilmadim, bir 3-4 yil bordir hali. Men yoshman to'y qilishga yoki oila qurishga, shuning uchun hali bor u narsaga. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, sizlar meni PUBG orqasidan tanigensizlar. Ko'pchilik meni auditorimni 50% dan ziyodrog'i ham PUBG orqasidan tanigan meni. PUBG deb o'ylaysizlar. Men hozir bu narsani aytishim sizlar uchun важный, chunki ko'pchilik baribir PUBG ga men связанный bo'laman. Shuning uchun men PUBG dan ketganimga o'sha yarim yil bo'lyapti. Nimaga aytsalaring, o'sha nima desam bo'ladi? PUBG yosh bolalarning o'yini bo'lib ketdimi yoki PUBG dan qanaqadir ko'nglim savib ketdimi, o'zim bilmayman. PUBG kiraman, o'ynash yoki boshqa narsa